Şu nurg'un odamlar tortish kuch qonuniyatidan, ya'ni energiya qonuniyatidan foydalanib, hozirgi holatimdan bir qutulsam bo'ldi. Pul topolmagan bir holatimdan, baxtsiz holatimdan qutulsam bo'ldi deb ashuna uchun tipirlayotgan. Sizcha rost shunaqa qilib bo'lamdi? Bu endi psixologiyada Shanxua deymiz-ku. Shanxua degan bu hukmga qarang. Ishonadigan odamlar bak ishonadi, ishonmaydigan odamlar ishonmaydi. Lekin ishonadigan odamlarning orasida nurg'unlagan odamlar bu tortish kuch qonuniyatidan ta'tir foydalanib qoladi uchun. Chunki bir odamniki men boy bo'lsam bo'ldi degan kuchlik taqozosi tashqi dunyoga bir xil muhtojlik, bir xil taqozolik energiyasi taqtidi. Menda yo'q degandekmi? Menda yo'q, men namrat degan energiyani taqtidi. Oxirida o'zining mush energiyasiga mos holda u texmi namrat, texmi bequvul, bichar o'zini barpo qilib chiqargan gap. Shunlashqa endi shu Shanxua to'g'risida bu tuvandagi bir necha xil nazariyalar bor ekan. Bu endi kuchlik fizikalik, psixologik tajribalardan o'tib isbotlangan bir nazariya emas. Lekin nurg'un psixologlar Shanxuaniki, ya'ni energiya qonuni degan hukmga ishonadi. Shaxsan men ishonaman-ku. Endi biz tuvandagi bir necha xil nazariya orqali Shanxua degan hukm bilan bugun dastlabki qadamda bir tunishib boqaylik. Birinchisi 2024-yili shu meditsina olimlari qarang. Shu Vishal RNA, ya'ni mikro RNA ni bayqaganlik uchun Nobel mukofotiga erishibdi. Burun bu RNA ning borligini uqmayotganmiz-ku. Bizning burungi klassik meditsina nazariyasiga qanday qaraydik desangiz, bizning dadimiz qachon topsa, bu irisiyat o'zgarmaydi deb qaraydik. Lekin hozir bu mikro RNA bayqaldi, hamda shu 2025-yili bir ishlagan tajribada bizning dadimiz chiniqib 8 til muskul holatida tapqan biz bilan dadimiz ichib chekib tushkunlashgan holatida tapqan biz butunlay o'xshamaydigan ikki xil sifatdagi ikki xil energiyadagi farzandlar bo'lib tug'ilganmiz. 2025-yili 10-oyda davlatimizdagi Nanjing Ikadaşyo'ning ishlagan bunday tajribasi bor ekan. Ya'ni o'xshash bir to'p sochqonni erkak kishi deb ayirib, erkak sochqonni yana A guruhi, B guruhi deb ikki guruhga ayirgan. Bundan keyin A guruhdagi sochqonlarni kunda chiniqtirib, mashq qildirib, muskulliq sochqon qilib etgan. B guruhdagi sochqonlarni kunda yeb ichib, siyit ichib, yotadiganlar o'rin sochqon qilgan. Oxirida ikki guruhdagi sochqonlar juplashib shu avlod qoldirgandan keyin muskulliq chashqonlarning bolalari o'rin chashqonlarning bolalaridan tan harakat kuchi, yiroqqa yugurish, bardoshlik berish kuchi 10 narsa kuchli chiqqan. Endi bu gen o'xshash tursa, nimishqa bu harakat holatidagi chashqonlarning bolalari o'rin chashqonlarning bolalaridan badan saposi, hattoki psixikalik saposi yuqori kuchli bo'ladi. Chunki mikro RNA. Amaliyotda bizning badanimizda qarang, bizningki yo'g'on qo'saq holatimiz bilan 8 ta muskulliq holatimiz teng bor ekan bu genimizda, DNA'imizda. Lekin bu mikro RNA qaysi genimizni gavda qiladi, qaysi genimizni ishlab chiqaradi? Shunday mikro RNA belgilaydi. Dadamiz bizni 8 ta muskulliq ashunday badan holatida topgan bo'lsa, bu vaqtdagi irsiyat uchurida shu mikro RNA 8 ta muskulliq bizni barpo qilib paydo qilib chiqadi ekan. Shunga bir dadininki chiniqib turib 8 ta muskul holatida topgan bolasi, yetib turib yo'g'on qo'saq holatida topgan bolasidan az degan 10 narsadan yuqori badan saposi kuchli bo'ladi ekan. Demak, bu nuqtadan elib aytganda amaliyotda bizning genimizda bizningki o'rin tushkun semiz holatimiz bilan muvaffaqiyat qozongan, muskulliq, puldar boy holatimiz teng mavjud degan gap. Bizningki qaysi o'zimiz paydo bo'lamiz, buni nima belgilayotgan? Mikro RNA. Bu endi irsiyatning uchurig'i. Yana birsiga qarang, shu kvant fizikasidagi Schonfungen shashilgan. Biz buni burungi filmimizda bir so'zlab o'tgan. Bu nazariyaning asosiy maqsadi nima desangiz, shu nurninki mohiyati. Bizning butun dunyoni kuzatishimizdagi bevosita qurol nurninki mohiyati. Zadi to'lqinmi yoki zarrichimi? Bu to'g'risida ham fizik olimlar 100 yildan ortiq bahs munozara qilgan. Lekin eng oxirida nima natija chiqqan desangiz, buningki zarricha ham to'lqin ikki holati teng mavjud. Biz buni kuzatgan vaqtda bu to'lqindan iborat bir mavhum holatdan yig'ilib bir yerga zarrichadan iborat konkret bir moddiy holatga o'tadi degan natijani chiqarib berishimiz mumkin. Bu endi bir bahs munozaralik bir tajriba qarang. Lekin mushundaq ko'z qarash bu ham mushni men qabul qilgancha mush ko'z qarashni. Demak, kuzatish degan diqqat-ku. Biz diqqatimizni bersak, diqqat degan bir energiya, mush energiya bilan to'lqindan iborat mavhum holatdan moddadan iborat ras mavjud bir holatga o'tib o'tadi degan gap. Hamda ma tajriba miyada tutib tursin. Yana bir tajriba
kvantlarning chirimish hadisi. Ayrim bir qonuniyati bor, bir mikro dunyocha bu. Lekin bizniki mushu dunyo, ashi mikro dunyodan tarkib topgan bu dunyoning haqiqiy mohiyatini mikro kvantlarningki qonuniyatidan izlaydigan shunday bir nuqtacha bu. Endi mush kvant fizikasi to'g'riliq, mush fizik olimlarining danglik bir so'zi nima desangiz, hech qanday kvant dunyosi mavjud emas, toki biz uni kuzatganga qadar. Bu endi mush Kopenhagenning nazariyasiniki yadroliq yer edi bu. Bu kvantlarning chirmishi degan qanday hodisa desangiz, biz burun filmimizda so'zlab o'tgan, qiziqqanlar tafsiliy shu yerdan ko'rib bo'ldi. Oddiy qilib aytganda, ikki kvantlarniki bir-biridan chirmish hodisa ko'rilgandan keyin, bu ikki kvantni ayirib, olamning ichki chetida qo'yib qo'ysangizmi, ularning harakat holati cho'qim bir-biridan ta'sir bo'ldi. Agar ma o'ng cho'kilgan bo'lsa, ma cho'qim ta'sir cho'klaydi. Ma ta'sir cho'kilgan bo'lsa, bu cho'qim o'ng cho'klaydi. Mushundaq bir hodisachi. Bu hodisa nima deb tushuntiradi desangiz, bu kvantningki ham o'ng cho'klash, ham ta'sir cho'klashdan iborat harakat holati teng mavjud bo'lib turadi. Ya'ni dejatay bu ikki xil holati bir-biridan birikkan kirishmisman holatda teng mavjud bo'lib turadi. Biz bu kvantni kuzatgan vaqtimizda buning harakat holati ikki xil dejatay ya'ni birikma holatdan bir xil harakat holatiga yemirilib yig'inchoqlanib tansuv bo'lib, undan keyin bizga yo o'ng yoki ta'sir cho'klaydigan fiziklik xususiyatini ko'rsatadi deb ma'no qilgan. Demak, bir kvantning fiziklik xususiyatini kuzatuvchining kuzatishdan iborat mush qilmishi belgilayotadi degan. Shuningdek, biz buni oddiylashtirib, mandaq bir kvant ideya tajribasini ishlab baqsaq bo'ldi qarang. Bir kvant A boshlanish nuqtasidan B nokta yani ahirlash nuqtasiga keldi. A nokta bilan B noktaning o'rtasida 10 tal yo'l bor. Bu qaysi xil yo'ldan keldi desangiz, bizning makro dunyosida bu 10 yo'lning faqat bir yo'l bilan mang'alaydi shunaqmi? Lekin bu kvant fizikasida bu 10 yo'lning hammida teng mang'adi. Bu safarning o'rtasida 10 yo'lning hammida teng mavjud bo'lib turdi degan gap. Bu qaysi yo'ldan mang'ando deb buni kuzatsak, bu endin 10 xil ehtimollikning birikma holatidan bir yo'lga yig'ilib ya ikkinchi yo'l, uchinchi yo'l deb bir yak yig'ilib tansuv bo'lib bu hodisa. Undan keyin ikkinchi yak, uchinchi yo'lda ko'rindi degan gap. Lekin bu 10 yo'lda mang'an ehtimolliga o'xshamaydi. Bu balkim 5-yo'lda 60%, ikkinchi yo'lda 10%, birinchi yo'lda 30%. Manda mang'adigan ehtimollik bo'lishi mumkin. Buni ehtimolliklarningki birikma holati deyotganmiz. Ya'ni gaylyudi dejatay. Shuningdek, bu nazariyalarni hammaga yig'ib birga ekansiz, bizga qanday bir ilhom berishi mumkin desangiz, asli bizningki hamma holatimiz teng mavjud. Bir divani qalanda Mavlon bilan, bir nayt bayashat Elon Musk'da g'alaba qilib ketgan bir Mavlon, amaliyotda bu dunyoda teng yashayotdi. Endi men o'zimni qanday kuzatsam, ya'ni men o'zimga qanday salohiyatni bersam, shu Mavlonni men shanxo qilaman, paydo qilaman deyman. Shu yig'ilib shunday Mavlon paydo bo'ldi. Qalanda Mavlondan Elon Musk'chi bo'lgan shu 100 xil Mavlon bo'lsa, bu 100 xil Mavlon teng yashayotdi bu yerda. Men qaysi Mavlonni kuzatsam, qaysi Mavlonga diqqatimni bersam, shu Mavlon shanxo bo'lib paydo bo'ldi deyman. Mening taqdir ssenariyim shu Mavlonning taqdir ssenariyasiga sekraydi. Shu taqdir ssenariyim shanxo bo'ldi degan gap. Shuningdek, bu endi mening hozirgacha bo'lgan shanxo bo'lgan shunday tushuncham. Bu mening o'zimning shaxsiy tushunchasi. Endi buni oddiylashtirib, abayqisning savolingizga javob bersak, bizning qalbimizdagi minnatdorlik tuyg'usi bu bir xil fuygan. Bu bir boylik tuyg'usi, bu eshingan, to'ygan to'qliq tuyg'umiz bizni o'zimizningki yuqori holatimiz bilan ulanishimizga yordam berdi. Aksicha men pul topay, yuz topay, hozir qaltimni quflay deydigan manda kuyfagan, muhtojlik, taqozo tuyg'usi bizni o'zimizningki tuvan nusxamiz bilan ulantirib qo'ydi degan. Shuningdek, bu minnatdorlik tuyg'usi degan qarang. O'zimizning chaqchaq yerilib ketgan qalblarimiz sal tinib, qalblarimiz tinishlanib, undan keyin paydo bo'ladigan manda energiya. Shuningdek, endi buni tushunish bir gap, lekin haqiqiy qalbimizda bu minnatdorlik